Germaniya orzusini tanlaganim hayotimdagi eng to'g'ri qaror bo'lgan ekan. Hallo ihr Lieben, ich heiße Muazzam und ich wohne seit 14 Jahren in Deutschland. Heute können wir uns lernen. Assalomu alaykum azizlarim, mening ismim Muazzam. Men 14 yildan beri Germaniyada yashab kelyapman va bugun siz bilan tanishib olamiz. Germaniya Yevropadagi eng mashhur davlatlardan biri. Nima uchun mashhur? Chunki Germaniya o'z fuqarolariga, qolaversa Germaniyada istiqomat qilayotgan insonlarga juda ham yaxshi o'qish, ish joylari va chiroyli kelajak va'da qilishi bilan va bu va'dasini ustidan chiqishi bilan va qolaversa albatta sog'liq tizimining juda ham yaxshi ravishda yo'lga qo'yib olgani bilan mashhur. Germaniyada insonlar yaxshi maoshlarga ishlaganligi bois bemalol tirikchiligini qilib, farzandlarini katta qilib, hattoki tez-tez butun dunyoda sayohat qilib yurishadi. Germaniyada hammasi o'z o'rnida bo'ladi. Insonlar juda ham bir punktualni, ya'ni o'z vaqtida uchrashuvlarga borishadi. Hech kimni kuttirmaydi. Germaniyada insonlarning bag'ri keng bo'ladi. Nafaqat o'zlarining millatiga qarshi, balkim tashqaridan kelgan insonlarga ham qarshi. Shu bilan bir qatorda nemislar albatta stressiz hayotni xush ko'rishadi. Biron joyga boradigan bo'lsangiz, oldindan kelishib olib, keyin borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni hattoki u sizning eng yaqin do'stingiz bo'lsa ham shundoqqina eshikni borib taqillatishingiz imkonsiz, chunki bu yerda hamma o'zining vaqtini, boshqalarning vaqtini hurmat qilishadi. Shu bilan bir qatorda Germaniya albatta insonlarni juda ham chiroyli tabiati bilan va toza havosi bilan o'ziga jalb qiladi. 14 yildan beri shu narsaga e'tibor berdim. Germaniyaning har bir shaharida o'ziga yarasha atmosferasi, o'ziga yarasha go'zalligi bor va bir-biriga o'xshamagan juda ham chiroyli tabiati bor. Bu yerda albatta juda ham ekologikaga e'tibor beriladi. Hamma yoq yam-yashil, ayniqsa ko'plab o'rmonlar va parklar ham mavjud. Sizga hozir Germaniya haqida so'zlab berayotib, bundoq o'ylab qarasam, bironta ham kamchiligini topa olmabman. Azizlarim, biroz avval nemislar stressiz hayotni yaxshi ko'rishadi va hayotdan zavq olib yashashni xohlashadi dedim. Aynan shuning uchun ham juda ham ko'plab bo'sh ish joylari mavjud va shuning uchun ham tashqaridan, boshqa davlatlardan juda ham ko'pchilik insonlar Germaniyaga nafaqat o'qishga, balkim ishlashga ham kelishadi. Albatta Germaniyada bo'sh ish joylari bo'lgani bois juda ham ko'plab imkoniyatlar mavjud. Va mana shu keng imkoniyatlardan foydalanish uchun sizga nima kerak? Albatta birinchi o'rinda nemis tili. Nemis tili darajangiz hech bo'lmaganda B1 darajada bo'lishi kerak. Chunki nafaqat Germaniya, balki har bir davlat o'qish va ish joylarini o'sha davlatning tilini, rasmiy tilini biladigan insonlarga ishonib topshirishni xohlaydi. Va Germaniya ham bundan mustasno emas. Nemis tilining B1 darajasini bilishingiz shart deganimda hozir juda ham ko'pchilik voy nemis tilini B1 darajasini qanday qilib o'rganaman? Nemis tili o'zi qiyin til-ku deyishi mumkin. Azizlarim, nemis tili qiyin til bo'lishi mumkin, lekin u tilni o'rganish siz o'ylaganingizchalik qiyin emas. Hozir men sizga o'zimning boshimdan o'tkazgan yo'lni aytib beraman. 14 yil oldin oila birlashuvi orqali Germaniyaga kelganimda mening nemis tili darajam A1 daraja edi. A1 daraja sertifikatni Goethe institutidan olganimda juda ham xursand bo'lganman albatta va nemischani o'rganib oldim deb o'ylaganman. Lekin Germaniyaga kelganimdan keyin men nemis tilida hech narsani bilmasligimni tushunib yetganman. Hozir boshimdan o'tgan bitta kulgili voqeani ham aytib beraman. Bir marta xarid qilish uchun supermarketga borganman. Qaytishda esa o'sha bitta bolalar bog'chasining yonidan o'tganman va u yerda bolalar bog'chasida bolalar tashqariga chiqib o'sha bog'chaning bog'ida o'ynashayotgan bo'lgan va men o'shanda o'zimning 3 yoshli jiyanimni, ya'ni opamning o'g'lini juda ham sog'inib turgan paytim bo'lgan va o'sha bog'chaning yonidan o'tib ketyapti. Bolalarni ko'rib jiyanim esimga tushib yig'laganman. Yig'lab o'tib ketayotsam bitta nemis bola yonimga kelib mendan so'ragan. Alles gut bei Ihnen? Ist irgendwas passiert? deb so'ragan. Ya'ni hammasi yaxshimi, nimadir bo'ldimi deb so'ragan. Men esa o'sha paytda nemis tilim zaif bo'lgani uchun mir geht's gut deyishning o'rniga ich bin gut deganman. Bu nima degani bo'ladi? Men yaxshiman emas, men yaxshi insonman degan bo'ladi. Keyin esa mana shu holatni eslab juda ham ko'p kulganman, juda ham ko'p uyalganman va shunda o'zim uchun qaror olganman. Men nemis tilini yaxshi darajada, zo'r darajada bilishim kerak. Chunki men insonlarga o'zimning fikrlarimni ifoda qila olishim kerak, qiynalmasdan va boshqalarni ham qiynamasdan. Modam Germaniyada yashaymanmi, demak, mana shu yerning tilini yaxshilab o'rganib olishim kerak deb nemis tilini yaxshilab o'rganishga kirishganman azizlar. Boshida hech ham oson bo'lmagan, chunki nemis tili oson til emas va o'zbek tiliga anchagina uzoq til. German tillari ichiga kiradi. Shuning uchun ham
hech ham oson bo'lmagan va hattoki nemis tilini o'rgana olmasmikinman deb o'ylagan paytlarim ham bo'lgan. Lekin harakat qilib, insonlar bilan gaplashib, uyimizga kelgan mehmonlar bilan tortinmasdan bilganimcha o'sha bilgan so'zlarimdan foydalangan holda gapirgan holatda nemis tili darajamni ozgina rivojlantirib olganman. Lekin bu albatta menga yetarli emas edi. Chunki nemis tili darajam o'sha o'zimni juda ham bir erkin ravishda ifoda qila oladigan, fikrlarimni ayta oladigan holatda emas edi. Shuning uchun ham men nemis tilini o'rganish uchun, yana ham yaxshi rivojlantirish uchun Pflege sohasida ishlashga qaror qabul qilganman. Pflege sohasi qanday soha bo'ladi? Albatta, boquvchi, ya'ni qarovchi desak ham bo'ladi. O'sha Germaniyadagi uyimizning yaqinidagi qariyalar uyiga ishga kelganman va u yerda 3 yil davomida ishlaganman. Men uchun asosiy motivatsiya hech qachon pul bo'lmagan. Men uchun asosiy motivatsiya o'sha Pflege sohasida ishlashimga motivatsiya bu albatta nemis tilini o'rganish bo'lgan. Va men 3 yil davomida qariyalar uyidagi qariyalar bilan, qolaversa o'zimning hamkasblarim bilan va undan tashqari qariyalarning yaqinlari bilan nemis tilida muloqot qilgan holda nemis tilimni juda ham zo'r darajaga chiqarib oldim. Keyin esa 36 yoshimda IT sohasida Ausbildung qilishni boshladim va sertifikat imtihoniga kelganimda C1 darajasini oldim. Aynan nemis tilini C1 darajada bilishim mening Ausbildungga kirishimga juda ham katta hissasini, asosiy hissasini qo'shdi deb ayta olaman. Nima uchun? Chunki men Ausbildungga boshlagan paytimda 36 yoshda edim va Germaniyada asosan 35 yoshgacha Ausbildung o'rinlari beriladi. 35 yoshdan keyin esa Ausbildung qilish unchalik oson emas. Nemis tili darajamning C1 daraja ekanligini, qolaversa buni sertifikat orqali tasdiqlanganligini ko'rib, menga Ausbildung uchun joy berishgan. Hozir orqaga qaraydigan bo'lsam, yaxshiyamki nemis tilini o'rgangan ekanman deyman. Birinchidan bu meni fikrlarimni bemalol ifoda qila olishim imkoniyatini yaratdi. Undan tashqari esa Germaniyada menga Ausbildung eshigini ochdi va qayerga bormayin nemislarning va boshqa millatlarning hurmatiga sazovor bo'lishim imkoniyatini berdi. Nemis tilini o'rganish uchun nima kerak? Albatta, harakat, intizom va yaxshi o'qituvchi. Men sizga yaxshi o'qituvchi bo'lib beraman va mana shu Telegram kanalimizda 10, 11, 12, 13 va 14 dekabr kunlari O'zbekiston soati bilan 20:00 da 5 kunlik ochiq dars o'tib beraman. Ochiq darsimizda aynan nimalar bo'ladi? Azizlarim, men sizga yaxshi o'qituvchi bo'lib beraman va 10, 11, 12, 13, 14 dekabrda 5 kun davomida O'zbekiston vaqti bilan 20:00 da bo'lib o'tadigan darslarimizda nemis tilida noldan o'zingizni tanishtirib gapirishgacha olib chiqaman. Demak, 5 kunlik darslarimizda aynan nimalar bo'ladi? Birinchi kun nemischa alifboni o'rganamiz va tovushlarni, ya'ni talaffuzni o'rganamiz. Nemis tilida o'zbekchadan ancha farqli bo'lgan tovushlar bor. Mana shularni o'rganib olamiz. Ikkinchi kun esa kishilik olmoshlari va sein yordamchi fe'li, ya'ni inglizchadagi to be yordamchi fe'lini o'rganamiz. Keyin esa nemis tilida bir nechta fe'l va sonlarni o'rganamiz. Keyin esa nemis tilidagi artikellarni ko'rib chiqamiz va bir nechta kasblarni o'rganib olamiz. Va darsimizning oxirgi 5-kunida nemis tilida zamonlarni o'rganib, o'zimizni tanishtirib gapiramiz azizlarim. Ya'ni azizlarim, darsimizning 5-kunida siz o'zingizni tanishtirib nemis tilida gapirasiz. Bundan tashqari darslarimizda men sizga bir nechta texnika ham beraman. Bulardan bir nechtasi oyna texnikasi, tandem usuli orqali shubha-xinni rivojlantirish, nemis tilida artikellarni oson o'rganish yo'li, nemis tilida juda ham ko'pchilik uchun muammo bo'lib kelayotgan so'zlarni yodlash, qanday qilib so'zlarni oson yodlash mumkin? Mana shu haqida ham texnika bilan bo'lishaman. Va yana juda ham ko'pchilik nemis tilida so'zlarni yodlaydi, grammatikani o'rganadi, lekin gapirishga kelganda tutilib qoladi, shubha-xinda qiynaladi, gapira olmaydi. Mana shu muammoga ham darslarimizda sizga yechim beraman. Azizlarim, siz atigi 5 kunda noldan boshlab nemis tilida o'zingizni tanishtirib gapirasiz. Demak azizlarim, har biringizni 10, 11, 12, 13 va 14 dekabr kunlari O'zbekiston vaqti bilan 20:00 da bo'lib o'tadigan nemis tilida noldan gapirtirishgacha olib chiqadigan darslarimda kutaman. Darslarda ko'rishguncha